Qanday qilib ro'za tutgan holatda bir oyda sog'lom, hech qanaqa ortiqcha harakatlarsiz 15 kilogrammgacha ozish mumkin? Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Assalomu alaykum. Men Guli Ochilovman, Go'zal qomat brendining asoschisiman. 6 yillik tajribaga ega dietologman. 20 mingdan ortiq insonlarga sog'lom ozishda va sog'liklarini tiklashda yordam berib kelmoqdaman. Avvalambor bu muborak kun ro'za Ramazon oyiga yetkazgan Robbimga hamdlar bo'lsin. Bir-birimizni uchratgan, Robbimizga hamd va sanolar aytgan holatda, ushbu muborak oy bilan tabriklagan holatda Ramazonda sog'lom ovqatlanish tartibini bugun sizlarga inshaalloh Alloh qadr qilgancha sizlarga batafsil aytib o'taman. Va albatta videoni oxirigacha ko'ring. Bu ma'lumotlar, bu bilimlar sizni sog'lom, energiya to'yinib 12-15 kilogrammgacha ozishingizga yordam beradigan ma'lumotlar. Birinchi navbatda saharlik va iftorlikda to'g'ri ovqatlanishga muvofiq ovqatlanishni yo'lga qo'yish tavsiya etiladi. Endi birin-ketin men sizga 3 ta tavsiyani aytib o'taman. Birinchi navbatda sog'lom ovqatlanib, energiya to'yinish uchun siz 3 ta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Yana sizga 3 ta tavsiya beraman. Birinchi tavsiya: albatta to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish tavsiya etiladi. Ertalab saharlikda uyg'onishingiz bilan 500 gramm xona haroratdan issiqroq suv ichish tavsiya etiladi. Albatta ichish shart. Tana sog'lom bo'lishi uchun, kun davomida chanqamasligi uchun, kun davomida tetik yurishingiz uchun 500 gramm kamda suv ichish tavsiya etiladi. 500 gramm suvni ichib bo'lganingizdan keyin 20 daqiqadan keyin siz saharlik qilishingiz kerak. Aslida saharlikda juda ham ko'p insonlar kam narsa yeyishadi-da, cheklanib og'zini yopishadi. Bu noto'g'ri. Siz saharlikda issiq ovqatlarni, ko'katga boy bo'lgan salat, nonlarni saharlikda yesangiz, bu sizni tanangizga quvvat beradi. Kun davomida to'q ushlashga, sizga energiya berishga yordam beradi. Tanangizga quvvat bo'ladi, energiya beradi. Charchoqlik, holsizlik bo'lmaydi. Metabolizm yaxshilanadi. Yegan o'sha issiq ovqatingiz, ko'katga boy bo'lgan salat, noningiz tanangizga quvvat bo'ladi va tez hazm bo'ladi. Bu esa sog'lig'ingizni tiklashga, sog'lom bo'lishingizga ham xizmat qiladi. Saharlikda iloji bo'lsa siz oddiy uglevodlarga cheklov qo'ying. Shirinliklarni kamroq iste'mol qiling. Albatta issiq ovqat, osh, somsalar, xamirli ovqatlarni, somsalarni siz salat bilan birgalikda saharlikda iste'mol qilsangiz, bu to'g'ri ovqatlanish qoidalariga birga kiradi. Birinchi navbatda siz xamirli ovqatlarni, oshlarni, yog'li ovqatlarni, kartoshkali ovqatlarni saharlikda yeyishga odatlaning. Albatta non ham yeb olish esingizdan chiqmasin. 6-7 donagacha arab xurmolari iste'mol qilish tavsiya etiladi. Siz mana shunaqa tartibda bir hafta ovqatlaning, keyin albatta kommentariyada tanadagi holatni, tanadagi o'zgarishni yozib qoldirishni ham unutmang. Xo'sh, saharlikda ovqatlanish tartibini tushunib oldingiz. Endi iftorlik. Iftorlikni og'iz ochishingiz bilan 500 gramm xona haroratdan issiqroq suv ichish tavsiya etiladi. Iftorlikdan oldin 500 gramm suv ichdingizmi, 30 daqiqadan keyin iftorlik qilish tavsiya etiladi. Iftorlikda nima yeyish kerak? Yog'li, kartoshkali somsalarni, yog'li ovqatlarni, somsalarni esa saharlikda yeyish tavsiya etiladi. Iftorlikda esa yengilroq ovqatlanish tavsiya etiladi. Birinchi navbatda sizni har doim yoningizda ko'katga boy bo'lgan salat bo'lsa. Salat qaynatilgan grechka go'shtli kotlet bilan, qaynatilgan perlovka kefir qatiq bilan yeyish tavsiya etiladi. Qaynatma sho'rva salat bilan yeyish tavsiya etiladi. Go'shtli kotletlar salat bilan yeyish tavsiya etiladi. Judayam yengilroq ovqatlanish kerak. Va sizning iftorligingizda albatta oqsil, deylik, bu go'sht mahsuloti. Kletchatka, bu esa salat. Agar siz oqsil va kletchatkani ratsioningizga kiritsangiz, iftorlikda shu narsa tartibida ovqatlansangiz, ertalab saharlikda uyg'onishingizga tetik uyg'onasiz. Tana charchamagan, tanada energiya. Chunki bu oqsil yegan kletchatka uxlaguningizcha u hazm bo'ladi, tanada so'riladi. Mana shuning hisobida ham Ramazon oyida siz sog'lom tanaga erishasiz, ya'ni tana sog'lomlashadi. To'g'ri ovqatlanishga muvofiq sog'lom ozishni boshlaysiz va tanadagi kasalliklar ketishni boshlaydi. Xo'sh, siz nima qilasiz? Og'zingizni ochishingiz bilan non, xamirli ovqatlarni ham, kartoshkali ovqatlarni ham iste'mol qilasiz. Men aytmayman, siz saharlikda faqat issiq ovqatlarni yeng, iftorlikda yemang demayman. Deylik, bugun siz mehmondorchilikka, iftorlikka bormoqchisiz. Saharligingiz yengilroq bo'lishi kerak. Tuxumli omlet, ovsyaniy kasha, mani kasha iste'mol qilishingiz kerak non bilan. Iftorlikka borganingizdan keyin albatta salat, keyin oshmi, issiq ovqatni me'yorda iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bu haftada 1-2 marta iftorlikda yeyish tavsiya etiladi. Bu sizning tanangizda
Bu ovqatlanish tartibi sizni tanangizga kuch beradi va albatta siz ro'za Ramazon oyida sog'lom tanaga erishish bilan birgalikda sog'lom vazn yo'qotasiz va tanadagi kasalliklar ketishni boshlaydi. Iftorlik qilib bo'ldingizmi? 30 daqiqadan keyin kunlik suv normani organizmga bering. Har 5 minutda, har 10 minutda ho'plab ichilgan suv sizni tanangizdagi отекlarni yo'qotadi. Uxlashingizdan 1 soat oldin suv ichish to'xtatiladi. Qancha suv ichishim kerak degan savol tug'ilishi tabiiy. Suvni qancha miqdorda emas, suvni organizmga qanchalik to'g'ri bersangizgina, u sizni organizmingizga foydaga ishlaydi. Yana ichayotgan har 5 minutda, har 10 minutda ho'plab ichadigan suvingiz sizni tanangizdagi отекlarni yo'qotadi, metabolizm yaxshilanadi, qon aylanishi yaxshi bo'ladi, uyqu normal holatga keltiradi, tanada energiya beradi va siz kun davomida tetik yurisiz. Bu esa Ramazonda mana shunaqa tartibda to'g'ri ovqatlanib, ham ro'za olib, ham sog'lom tanaga erishish demakdir, ham siz bemalol 7 kilogramdan 12 kilogrammgacha sog'lom vazn yo'qotasiz. Agar men bilan birgalikda ro'zada sog'lom ozib, tanani sog'lom qilish uchun, tanadagi kasalliklardan xalos bo'lishni xohlasangiz, Xudo xohlasa 31 kunlik ongli ozish kursimga inshaalloh start beraman. Bu kursda siz Ramazon menyularini birgalikda tanadagi kasalliklar bilan ishlagan holatda siz sog'lom vazn yo'qotishga muvaffaq bo'lasiz. Alloh bizga har doim imkoniyatlarni bergan. Ro'za oyida bizga juda ham katta imkoniyatlarni Alloh bergan. Ro'za oyida siz oshqozoningizni tabiiy ravishda kichraytirib ozish imkoniyatiga ham egasiz. To'g'ri, biz ro'zani niyat qilib Alloh uchun olamiz. Lekin niyatimizni oldiga tanamizga shifo bo'lsin, yeydigan ovqat emas, tanamdagi kasalliklardan xalos bo'lmoqchiman, tanamdagi ortiqcha vazndan xalos bo'lmoqchiman. Alloh niyat qildim, shu niyatimga yetkaz deb niyatni xolis qilib, Allohdan niyat qilib so'raganingizdan keyin, uni siz sababni qilganingizdan keyin, Alloh albatta butun dardingizga shifo berish bilan birgalikda ortiqcha vazndan osongina xalos bo'lishingizga yordam beradi. Agar men bilan birgalikda sog'lom bir oyda 7 kilogramdan 12 kilogrammgacha ozib qaytib semirmaslikka tayyor bo'lsangiz, ro'za menyulariga asosan ro'za olib, energiya to'yinib, sog'lom ozishga tayyor bo'lsangiz, 31 kunlik ongli ozish kursimga start beraman. Podrobni tugmasini bosib, ro'yxatdan o'ting. Albatta, biza bilan bog'laning va 31 kunlik ongli ozish kursimga ishtirok eting.